أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Biz tefsirde Rabbil Alemin kelgan. Bunda ilgari binal afal meselesinde Mu'teziler elhamdu degan so'zni boshqacha tafsir qildi. Biz jumhurning qarashida, ya'ni ahli sunnaning qarashida elhamdu deganiki al-mishada lil istig'roq dedi. Mu'tezilening qarashida lil jins. Bu ikkisining o'tirib farq hozir. Istig'roq desa, zada o'sha hamdulan bo'ladi ekan. Ya'ni g'arq qilib o'tishgan bo'ldi-ku. Hammasi zada mushu ichida bor. Şey toplangan. Uning sirtida agar hamdu bo'lib qolsa-mi, u hamda emas. Boshqalarga hamda aytib baqsin bilsa, bu hamda hisobga ilinmaydi, yo'q hisobda degan. Yani jins desak, mushu hamda jinsi Alloh olsin ham. Yani hamda aytman bir hamdini kedim. Çünkü mu'tazila yerda oldi bir fe'l taqdir qilib men aytgan taraf bor. Yani elhamdülillah aslida hamdan, shukran, hamdalillah deb manda demak. Hamdalillah aslida ahmidu hamdan degan bo'ldi. Yani shunda bir hamdini aytman kedim. Bu qanday hamdini desa, anda oyog'ida İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Muşunda hamda. Hamda cins desek nim farkı var. Cins desek şunda bir hamdini aytman dedi. Bir hamdanam. Yani hamda cinsini aytman dedi. Lekin hamda emas. Bir kısmı diyeyim. Çünkü Mu'tezile'nin karşıda insanınki bu iş hareketlere yaxshi iş hareketli olsa Allah yaratgan. Yani ef'alul ibad mahluqa lillah. Lekin qandaga hayruha. Ahl-i sünnet vel cemaat'ın nazarında hayruha ve şerruha. Emmesi. Hem de hamdınınki bir kısmı var onda olsa. Yani bir kısmı Allah'a has. Yani bir kısmı Allah'a has emas o demektir. İstigraq. Bu mesela وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Hamma narsani zaten sudan hayat qildik. Lekin bu sunun hammadan shunday qilmadi. Ba'zi sular undan da hayat qilmagan bir qismi. İnsanmi o'zi şirketini yarata oladigan bir qismi yani. Usal ishlari deyli. Yarata olgan ekan, bir qismi inson yaratilgan bo'lgan ekan, bu ishlarning ba'zilariga insonga hamda aytish bor edi. Masalan, bir inson bir insonga sana hamda aytman desa bo'ldi, bunda tushadigan yeri bor demak. Demak, hamma hamda Allohning xos emas. Mesela rahmet etsek biz şükran lillahi deymiz mi? Yani insana şükran deymiz. Yani ki bu şükrün hemmisi emas, lekin cinsi demek. O'ttirik farq shu. Demak, hamdının hemmisi Allohga xos emas o'zi. Shu bir qismi. Ba'zisi yani inson xoslari bor. Ayirmoq ta'sin buni. Ichki esa umumlikni bildirgandir. Kirishib ketadi. Masalan, ahlakan nasu ad-dirham. Kishan pul buzatdi jimoamishkimda deymiz-ku. Hamma pul buzdimi? Hamma pul buzmadi. Lekin ba'zi pullar bor. Cemiyetni o'ngshaydigan, yetim yesirlarning beshini siylaydigan, insonni ig'ir ahvolda qutqizadigan pulim bor. Yani yaxshi o'rinda hajlangan, ayollar kalimatlar uchun hajlangan, undan tuzgan pulim bor. Demak, bu hozir pulning jinsi. Bu ko'p davomlashadi. Tafsir tugicha jins istig'roq degan gap chiqaverdi. Hozir bir qitim ayirib olsak, bu misolni tutib olsak, ikkisini ayirish oson. Alhamdulillahi robbil alamin. Robb degan so'z al-malik, ya'ni egisi demak. Va minhu qawlu Safvan ibn Umayya Ebu Süfyan'a deptiken radıyallahu anhu. La en yerubbani raculun min Quraysh ahabbu ileyye min en yerubbani raculun min Havazin. Bu kaçan degenge desem bu Resulullah Mekke fethini qilib Taif tarafga yurish qilib Hunayn g'azotasiga chiqdi emasmi? Shu urush bo'lgan chaqda bu musulmonlar sal mag'lubiyatga uchragandek bo'lib keyin g'alaba qildi-ku. Shu araliqda Rasulullah bilan alaqa nimani chiqqan. Muallafa qulubum tulaqa yoki bunda taqa musulmon bo'lgan bo'lmaganlik tazi endi qolmagan. Mekke fath qilindi deb islomiyat keldi, shunlar chiqayli deb biz g'animat olamiz. Hozir qo'shin taza qishloq arqamda nima bo'lsa yanada biz chiqsak o'lib tegib qolsa ajab emas deb chiqqanini jiqam. Balki musulmon bo'lmaganda ya da kallas aydınlaşmagan bunda. Ya'ni musulmonlar mag'lubiyat uchragandek undan nima qilgan chaqda bu Safvan nimaga debdiki Abu Sufyan. Yani Abu Sufyan balki ya Abu Sufyandan ya boshqadan musulmonlar yanilib ketgan bo'lsin millatda degan tariqada bir gap qilsa, asli shu musulmonlar tarafida bular. Lekin unda yangidan bunning alaqa ishora fath qilinib, zarbiyat va xarliq uchrab bunligini qilgan ekan, musulmonlar yanilsimi millatda deganda ma Safvan deb. Menga havazillik adam igi bo'lgandan Qurayshlik adam igi bo'lganma söyümlükrak. Yani benim xo'jayinim avazillik bo'lgandan, ama avazillik bir adamning qo'liga chiqib qolganimdan Qurayshlik bir adamning qo'liga chiqib qolganim yaxshi. Yani chunki o'zimning millati bu demak. Yarubbani bu xato yozibdi. Robba yarubbu. Ma tahqiq bazaliq tahqiq bo'lganlikdan
jiq nimalda taza joyida qilmoqda. La an yarubbani rajulun min Quraysh. Yani rubbani yani bana igi bo'lishi demakchi. Qurayshlik bir kishining bana igi bo'lishi, avozlilik bir kishining bana igi bo'lishidan nisbatan so'yimlikroq deydi. Bu nimadan deydi bo'lsa, jahiliyatga asabiyyan usulan deydi. Yani xuddaliqa men falaniyalik nima bo'lgandan saniyalik bundan bo'lgan yaxshidir. Bu shutozlik deydi-ku. Şuna o'xshash gap. Taqulu robbahu yarubbuhu. Ya uni igi bo'ldi, igdachilik qildi, igi bo'ldi, igi degandek ma'noda. Albatta uning boshqa ma'nolari bor, tarbiyalash, biqcho'n qilish degandek shu. Va yajuzu yakuna wasfan bil masdar lil mubalaghati. Ama Safvanning so'zini keltiramizmi? Yarubbani deganda kelgan bu yarubbani degan so'z nereden kelgan? Rabbahu, yarubbuhu, yani darabahu, yadribuhu, darban degandek. Manda chiqqan so'z bu. Chunki buning bir necha ma'nosi bo'lgan ekan, bu xuddi ilahna ma so'zdan chiqqandimi yoki valahadan chiqqandimi dedi. Ismni samadin chiqdimi yoki vasamadan chiqdimi degandek. Tigini surishtirib qo'yadilar. Va yajuzu yakuna wasfan bil masdar lil mubalagha. Rabba yarubbu rabban dedi-ku. Bu Rabban degani Rabbadir. Mushu Rabb degan ismmi, masdarmi? Daraba yadribu darban. Masdar bo'lishi mumkin. Masdar qilib undan masdar bilan sifatlab ishlatgan bo'lishi mumkin deydi. Nima uchun? Bu mubalag'a uchun keldi. Tanzil deb qo'ydik-ku. Madarikut tanzil. Yani Qur'onni tanzil deyapti. Yani bu masdar. Lekin mubalag'lashtirish uchun. Shunda bir tushgan bir vahiyni nima demakchi? Robbil alamin Rabbnazir masdar. Masdar bo'lishi mumkin. Lekin masdar bilan sifatladi buni. Xuddi mana hozir misollar aytganlar. Kama vasafa bil adl. Masalan, rajulun adlun deymiz-ku. Bu Rabb Allohning sifati oldimda shu lillahi robbil. Sifat bo'ldi. Lekin bu nima uchun bu sifatni ishlatdingiz? Masdar bo'lgan taqdirda nima uchun buni ishlatdingiz? Mubalag'a. Ya'ni bu igi ulashdim ajoyib hamda insonga butun maxluqotning hamma jahonning igisi degan ma'no. Adl deganmi bu to'liq adolat, hech qanday chetaqir yo'q degan ma'no. Xuddi bu nima? Balog'at tuduqqa iddiai bu. Ya'ni ma rajulun adil degandan, Rabbun degandan bu adolatning o'zi mushu. Başka adolat degan boshqa narsa yo'q. Mushu xuddi ma uy, ma daraxt degandek mushu o'zi shu adolat shu deganda iddiai. Xuddi qizlarimiz adolat deb ism qo'yamiz-ku. Ism qo'ysak bu bir xillarda iddiaiga o'xshash mushu adolat mushu xilmi shu. Boshqa yerda bu dunyoda adolat degan narsa yo'q degandek masalan. Shunda ism qo'yib olgandek bizmi sifatlashda bir mubalag'a qilish yuzasidan shunda ishlatgan bo'lishimiz mumkin. Valam yutliqur robb illa fillahi wahda. Robb deganni ar-robb alif lam bilan Alloh taolo qilamiz. Ar-robb, ar-robb degan shu butun dunyoning shu igisi, xo'jayini degan bo'ldi-ku. Şu Allah'ın xuddi Ar-Rahman, Allah degan ismiga o'xshashlar. Bu Alloh taolo xos sifatlarning birisi. Robbil alaminiki Robb. Ya umum ma'rif bo'ldi, idofa bilan ma'rif bo'lib ketdi. Lekin Ar-Robb desak, yolg'iz bir so'zni, lekin ma'rifa ishlatsak, bu halaqa. Biz butun jahonning egasi halaqa Alloh degan bo'ldi. Ammo masalan Robbi dedik. Robbil bayt. Robbil bayt, Robbil jariya dedi masalan. Kur'an-ı Kerim'de innehu Rabbi ahsana mathvay. Xo'jayinni da'tidir. Va huwa fil abid ma'attaqil. Ammo boshqa bir so'z bilan chetib turib ishlatsak, idofa qilib ishlatsak, bu chaqda xizmatchim, qulim, malim degan ma'noda. Innehu Rabbi ahsana mathvay mana. Yusuf alayhisalom anaqa xo'jayini, Misrdagi xo'jayini va shunda dedi. Irja ila robbik mana. Turmadiki nimaga? Turmadishiga irja ila robbik dedi-ku keyin. Podshoh tush ko'rdi. Tush ko'rgandan keyin o'shining ta'birini topolmaydi qilgandan keyin podshoh chay ichsa, bu turmada bir qitim Yusuf alayhisalom bilan birga yetib qilganda tush ko'rgan ta'bir bergan. Sen qutuldikkan sen unda yani chaychilik qilgan deb ta'bir bergan. Ondan u turmadan chiqadigan chog'da sen xo'jayinning qashda uning gapini beqib qo'yasan deb topilgan. O chiqib keyin unutib qolib turmadan qutulib ketgan. Necha yil o'tganda podshoh tush ko'rgan chog'da hech kim topolmaydi. Butun davlatning arboblarini olim, hukmronlar akasi topolmagan ekan. Çayçın esir kelib, qo'ymuş turmada bir munda ta'bir bo'ladigan bir zot bor-da. Ashu biraladi buningga. Deb nima qilgan chog'da voy akaga nash Yusufni desa, bu turmaga bilan voy makaga hozir podshohni chaqirib unda bir ish bor desa, ya buni aqlason. Undan keyin andan chiqaman. Shu mabalni sifaliqa ayolning ishini bo'lib ketgan bir nima qildi buni. Undan keyin chiqay deb turib irja ila robbik dedi. Ben chiqmayman turmadan. Sen nima qaytib berib, ashuni ina qilaldilar. Yani demak Yusuf alayhisalom da'ti buni. Yani Qur'on-Karim bu
xato gap so'zlasa, buni tanqidlamasdan o'tkazadigan tarbiya yo'q. Demak, bu buludu demakchi. Va qala al-wasiti wal khaliq ibtida'an. Endi bu vasiti kim? Muhaqqiqning hozir shunchalik yig'ildi. Shaxslarga tarjimani yozdim dedi-ku, metodda. Vasiti degani nima berish kerak? Kim bu? Bu falan alim, bunda kitap var. Falanca tug'ilgan, o'lib ketgan desa, biz hozir vasiti dedi, biz kimligini o'qimadik bir. Alimning birisi ekan deydi. Balki endi bu bir mufassirdan biz so'rashi mumkin yoki vaizmunda hikmatli so'zni qildigan kishilardan biz so'rashi mumkin. Yani Rabb degan nima? Ar-Rabb degan nima esa, bu bunda tafsir qildi, yoki bunda tushunadi. Al-Khaliq ibtidoan, butun maxluqotni yo'qdan bar qiluvchi demakchi. Al-Khaliq ibtidoan. Wal murabbi g'izaan, undan biq parvarish qiluvchi deydi. Yani g'izolanish, tamoq oziqlanish jihatdan parvarish qiluvchi. Wal g'afiru intahaan, oxirini ilib aytsak, bu mag'firat qiluvchi. Wa wasmullahil azam, bu Alloh taolaning eng shu ulug' ism sifatidor deydi. Ismullahil azam bir necha nimani deydi? Rabbin demakmi? Rabb. Demak, Rabb degan so'zni hozir tugatdi. Endi alamin deganda val alamu kullu ma alima bihi al-khaliqu min al-ajsami wal jawahiri wal a'rad. Yaratquchi zotga ma'lum bo'lgan, bilgan zoti, butun shu jismi va narsa bo'lsin, javhar bo'lsin, javhar degan bu parchalanmaydigan eng kichik bir parcha narsani javhar deydi. Parchalanish qabul qilmaydigan narsa. Ba'zi mazhabda Allohning javhar. Ya bu javhar degan so'z, arad degan so'z. Faylasop mutakallimlar ma dunyodagi narsanda tahlil qilib bir nechta turga ayirib buni. Ba'zi narsa o'z oldiga hech nimaga tayanmaydigan ayrim turadigan. Ba'zi narsa bir jismda o'rnashmasa o'z oldida o'tira olmaydigan. Bunday narsalar bunda sifatlab undan keyin bu narsani ayırgandan keyin Alloh taolaning va ishqisini biz tushirib baqlasa javharga shuda bu Allohning javhari deb baq. Amaliyotda Allohning javhari desa hech zaruriyat yo'q. Alloh ya javhar ya bu deb sifatlasa Alloh taolo o'zi sifatlagan sifatlar analloh dedi, Alloh. Ar-Rahman dedi, Rahman. Demak Allohning o'zining ismi, ammo u haqiqatda javharmi bu aloqa ortiq talashtirishsi bor. Nimaga asosan javhar deymiz? O'zimizning kallamizda bekitib olgan unda turli bor. Bir narsani turi. Biz ashuna Alloh taolaning bir narsani tushirib baqlaydi deb o'zimiz bekitvaga javhar degan turga tushirib oldik. Bu ortiqcha gap. Mutakalliminning shu ortiq quruq gapni to'liq qilganlikning nimasi? Arad degan shu o'z oldiga mustaqil bunda nima turolmaydi, lekin boshqa bir nimada o'rin egallash kerak bo'lgan narsa arad. Ya'ni o'rin egallagan, ma'lum bir o'rin egallagan narsada jismning ustiga qo'nadigan narsa bu arad bo'ldi. Parchalanmaydigan, lekin ma'lum bir o'rin egallaydigan narsa javhar bo'ldi. Jism deganmi shu bir o'rin egallaydigan o'zining jismoniy narsa demakchi. Demak, bu butun Alloh taoladan boshqa hamma narsa demakchi. Alam degan. Alloh taolaning ilmiga ma'lum bo'lgan zot butun ba'nasning hammasi shu alam bo'ldi. Bizda 18 ming alam degan gap bor. Ev kullu mevcudin sivallahu taala. Yani Allah'ın gayri zat. Başka bütün barlık narsaların hammasi alam bo'ldi. Summiya bihi. Nima uchun alam deb ataldi bu? Li'annahu alamun ala vujudihi. Çünkü bütün barlık narsaların hammasi Allah'ın barlıqıga dalalat qiladigan belgi bo'lganlikdan alam degan alomatdan kelgan so'z bo'lgandan bu ishqisi. Tige ishtiqoq birg'a, ya'ni shuni bildiradigan demakchi. Asli bilish degan bo'ldi bu alimga. Ya'ni bildirgan belge. Bu Alloh taolaning barliqini, qudratini isbotlaydigan, ma'lum qiladigan bir belge degan. Bu arab tilida har qanday so'zni shunda tekshirib ekansa, nima uchun bunda atalgan desa, bu shunda tigi tutash nimasi chiqadi. Biz ama Uyg'urcha boshqa turkiy tillarda balki bunda tadqiq qilib balki yo'qmi deyman. Ya biz hamda til masalan unda gaplashmagan uqmamdi. Arabchada hamma so'zni o'yilmagan so'zlarning shu tigi yana nima bilan bir chiqib qoldi. Hozir xabar e'lonchilikning arablar a'lam deb i'lam, Vazaratul I'lam va axborot ministrligi Vazaratul I'lam. Alam, alima. Mesela alam degan nima hozir shunday tushundik. Bu odatda bu ilm bilan munosabat yo'q deb qaraydik hozir kallamizda.
Alem desen. Adir bunun ilim bilen münasebetini çıkardı mı? Yani biliş bilen münasebetlik çıktı. Seferine ne için sefer dedesi bula? Liannahu yusfiru an ahlak rical. Seferde yorukluk içip taşlaş diye buldu. Bu ne için sefer dese? Çünkü sen birisi bilen sefer kıysan, şu seferdaş kişininki şu seferden ahlak kuyup sana içip bir daha. Sefer kılmak için sen bir adamı obdan tanıyamayısın. Şu an bir adam bana yaxşı adam dese soradan yapısıyla pul muamele kıppaklımı, sefer kıppaklımı da sorar şu yerde hikaye. Şu an sofra diyen mi? Dastkanlı sofra diyemiz mi? Sofra mı asli sefer kıygan çağda misafirler kımında sırtlam ergan beyimde bir parça xuromya raxt buran karşı Araplarınki. Bir küçük dastkanlı sofra yapar. Yani şu tamak ele aldığım bir buxçısı mesela. وإنما جمع بالواو والنون أصل عالمون إضافة لن رب العالمين ولا بكتقول عالمون واو والنون لن جمع قلنا بهذا أصل واو لن نون قد أقولش كركته يختص بصفات العقلاء عقلها عندنا جمع مذكر سالم دك من دان مقطق أو ما في حكمها من الأعلام ياك شون حكم دوغان عند الشخص لاقي إيش تتقد يعني مؤنث مو بالك شركة تغليبا تغليبا شيء تتقد مثلا بعد ayetinde müminun da kase müminatın bağışlanışı. Lakin tagliben eyyuhel müminun dedi mesela. Onun müminat mı elbette bağışlanışı. Allah'ım da tapılmaz şu. Hani bazı yerde ayırıp ekase uçakta ayırma şu müminun diye erlerler. Kullil müminine yaguddu min absarihim bu müminler khas erlerler. Kullil müminat dese uçakta ayırlar. Lakin adette onda ayırma ekase ikinci tagliben ayırlanmanı özçü alır. Lima fihi min manal vasfiyye. Sıfat manası var. Alemde sıfatlamakçı yani. Ve delale ala manal ilm. İlim manasını bildirmekçiymiş yani. Şunu vavullan nunna keldi dedi. Belki bu hazır alemin digine bu cihandaki akılla maksat kılındı diyen umu doğru çıkdı. Rabbil alemin digine bu cihandaki bir narsa anqaralaydigan, biladigan mahluklarning egisi diyen bu çıkdı. Mesela periştelarning, insanlarning, bazı hayvanlarning bir narsa bilalaydigan mesela. Şunda canlılıklarının ilgisi diye mi bulundu? Dedim bir adam da bana sıfat mühendis soğallıktan akıllı kasnası işletti dedi. Umu bir tahlil. Lekin biz bütün cihandagi cemaatni chiqarib o'tib biladigan masalani aql narsalarning ham ilgisi davatida desak bo'ldi. Yani bütün insanların ilgisi desek bulduğu, ulu şu vavnunga yarışılgan akıl kişiliği olan ekan. Onun xaslası bundan bütün böyle canlı canlı Rabbin nas dedi mesela. Yani insanların mesela Rabbul cin, Rabbul melaike, işte Rabbus semavati vel ard. Lekin şuna desin bular yani ayrım desin buldu. Negen yoktur sıdaq belki ben şuna xaslıqlıq qoysa başlayacağım emas. Ya da Rabbul alamin degeni bu bazı taksisi bildirdi, o taksisini bildirmesi mümkün. Yani fakat muş hakikatini deb qo'ymoqchi bo'lishi mumkin. Mesela ya şu vavlan nun adı Rabbul Alemin akılla has tutup. Akılla has da bu biyak bunu akılla has olan bulan miyada sıfat ben soğan dikillam. Bunun da akıl emes nasigi mi? Muş tağ derya muşu nasigi mi? Yani zimen muşu nasigi mi? İşletti de eder zimen. Biz unda demek bu vav nun zaten ras akıllığı İşletim caizmiş o. Hadi akıllı işletip atıldı desek buldu değil mi? Yani Rabbin nas diyendek. Yani şu alemdeki, bütün alemdeki bu şu binasını bildiğin akıl ilgisi, muşunda insan ve cin, perişte, muşularının ilgisi desek bulduğumuz mu ne? Xuddi Rabbin nas diyendek. Rabbin nas desek buldu mu bunu mu? Bunun da onda olsa, nas'tan başka bütün cihan kap kaldı onun Rabbisi emas diyen bırak oldu onda emas. Yani bu dünyadaki bütün cihandaki nas'ın işi de sen közde tutulgan şu mühim nas şu bildiğin insanlar, manda mahluklar diyen ben. Çünkü mavsal bir kadem yengilerek hem de. Onda oğallıkta munda da bana közsüz gerek emas. Ama bunu şu akılla maksat kılgan desek bular. Hem de Ar-Rahman-Ar-Rahim. Zikruhuma qad marra. Ar-Rahman, Ar-Rahim'ni biz Bismillahirrahmanirrahim'nin tefsirde edip olduk. Ve huve delilun ala enne tesmiyete leyset minel Fatihati. Muş Ar-Rahman-Ar-Rahim'nin müşahit kayıt tekrarlanğanlığı, kelgenligi Bismillahirrahmanirrahim'nin Fatiha'nın bir ayet emaskinin delilidir. Özünün demisini güçlendirirler. Çünkü lev kana minel Fatiha Fatiha'dan bo'lgan bo'lsa edi, lama a'adahuma li khuluwil i'adati anil ifade. Uni qaytib yerda takrorlamagan bo'libdi. Çünkü tekrarlaş bu yeni bir ma'ni foyda bermaydi dedi. Amaliyotda takrorlashning foydasi bor, nima uchun yo'q? سوف تعلمون ثم
Tekrarlaş yok. Tekrar müfidi ta'kid. Tevkid yani. Ha? Bu tekrar faydası var. Nurgun ayalda şunda tekrarlangan. Mesela Ar-Rahman'da neşkıdın tekrarlandı. Febeyyâlâ rabbikuma tukezziben. Tekrarcı. Yani bu sıfat intan mühim Allah'a sıfat olan ki ne sözü var? Tekrar yuallimu şuttardı. Bu tekrarlaşsan faydası var. Lakin da depaksa bulduğun gibi anlamı var. Tekrarlangan ki bu asıl anında emas. Maliki, Asim ve Ali. Bu qarilanış kısa. İki qarim Maliki de okudu. Bu iki kelenden başkası Maliki de okudu. Ve huvel ihtiyaru indel ba'd listighnaihi anil idafe. Yani bazılar muşu Maliki yevmiddin de Maliki de okuşni muşu en yaxshi deb tanlaptı bazı alimlar. Nima uchun desa, Malik desek uni Ma'nın maliki, onun maliki deb yevmiddin idafat qilsak qilmasak Malik desek ham o'zi bir nima bo'la oladi bu. Idofaga muhtoj emas. Podshoh onun padişahı falan, onun padişahı deyiş kerak emas. Lekin Malik desek bu nimaning egisi? Degan bir savol chiqib, Yevmiddin deymiz. Lawanki mush Malik bakrak qushloq deb baqdi. Wa li qawlihi yana ma oyatga asosan limanil mulkul yawm mulk kimning qo'lida bo'lgan? Demak, o'sha podshoh degani shuni shudir. Yana unda al-Malikul Quddus deb uni sifati bor oyatda. Bu aniq ifoda etadi. Wa li anna kullu malikin malikin. Yani bir tarafında podshohlar bo'ldi ekan, bu cho'qim malik bo'ladi. Yani malik desak, malik degan mazmunni o'z ichida bor buni. Wa laysa kullu malikin malikan. Lekin igi bo'lgan bir igidachilik qilg'uchilar bo'ldi ekan, u podshohlar qolmaydi. Cho'ng boylar mesela podshoh emas. Bir normal kambag'al odamni bir uyi bormi, malikidor mesela. Bu podshoh emas. Wa li anna amral maliki yanfudu alal maliki dun aksi. Çünkü podshohninki farmoni, buyrug'i yoki huquqi malik degan kishilarga icra qilindi. Lekin u baylarninki deydi emasdan. Baylarninki nimasi podshohga ishlamaydi huquqi. Vaqila yani bir qarashda al-maliku akthar thawaban. Lekin malik ma ikkinchi qarashanda. Birinchi qarash ba'zi olimlar tanlagan, kuchlantirgan qarash. İkinci qarash al-maliku akthar thawaban li'annahu akthar hurufan. Bir harf ortiq va ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ameliyat köpünçe şunda buludamdı. Harf aşkan sere ma'na aşıdı. وقرأ أبو حنيفة والحسن رضي الله عنهما أبو حنيفة يعني حسن بصري إيش كلام ملك يوم الدين ده من ده فعل ماضي ولا أخذ ده ملك وسماه يوم الدين ملهم يوم الدين والله يعني هذا ملكة ده بتوقف قادر والحسن رضي الله عنهما ملكة ده بتوقف ماش كده ملكة ده بأخذه وشذا يوم الدين بلده يوم الدين هم ده برون قرأت بويش يوم الدين أي يوم الجزاء يوم الجزاء دينا جزاء لدغن كون يسب كتاب قلب جزاء لدغن كون demek yani kıyamet günü demek ve yuqalu kema tudinu tudanu الدين degan so'zni nima qiladi din deganning ma'nosi emas jazo degan bo'ldi. Masalan, odatda bundami deyiladi dedi. Kama tudinu tudanu. Ya'mal ma shi'ta kama tudinu tudanu deb. Asar va az-zambu la yunsa va-d-diyanu la yamut. Ya'mal ma shi'ta kama tudinu tudanu. Xuddi sen boshqani sanqarda qilmishi qanda onun qarta pozitsiya jazoligining o'xshash, sen bu boshqalarga qarta va chataq ish qilsan, sen ular tarafidan jazoga uchraysan. Bu dunyo o'tni dunyo degan gap bor o'rchada. Ashi gap shu. Yani sen bilgan unda boshqani bo'zib ketyapsan, ato'yin sen boshingga keladi bu. Yani bu nima din degan yani bir xil yani qarz, yani o'tni dunyo degan gap din qarz deymiz-ku biz. Yani shu gap shu. Setishlar, dinlar o'xshashan. Din adi dinlar o'xshash. Demak, tudinu tudan degan shu din asli tigi dindan chiqqan-ku, shu o'tni olam qarzan bu. Sen boshqani haqqini olsan, bu gadini qoldi, keyin uni cho'qim to'laysan deb. وهذه إضافة اسم الفاعل إلى الظرف يوم الدين مالك يوم الدين مالك اسم الفاعل إنما ظرف يوم مشات يعني يوم الدين بالله demek failne zarfqa idafat qildi ala tariqil ittisa ala tariqil ittisa degan nima bo'ldi kan tasha azodchilik bor demak shimshat shunama qanday azodchilik bor deganda bu yerda masalan yawmiddinni sen marfu qilvasan bo'ldi majrur qilvasan bo'ldi mansub qilvasan bo'ldi demakchi ya'ni bu yerda shunda 3 holatda qilish erkinliking bor azodchilik bor demakchi yawm
Agar uni malak deb o'qisak, maf'ulun deb zabar o'qiydi. Yo'q, shu malik degan shu o'qishda sen endi 3 xil diyorsan, yawmuddin deb. Bunda o'qisang bo'ldi dedi. Bu nahvchining qoidasi ekan bu. Ka qawlihim ya sariqal laylati ahlad-dar. Ya sariqa al-laylata desang bo'ldi dedi. Ya sariqul laylatu ahlad-dar desang bo'ldi dedi. Ya sariqul laylati ahlad-dar desang bo'ldi dedi. Yani leylani sen 3 xil qila olaysan dedi. Ey malikul amri kullihi fi yawmiddin. Şu kunda va tafsiri mana. O'zi mana shu tafsir desak bo'ladi. Boshqasi misli tafsir emas ortiq. Qiyomat kuni yoki jazo ijro qilingan, jazo berilgan kundagi butun ishlarning iysi, butun huquq qo'lda bo'lgan zot. Malik yawmiddinning tafsiri mana. Demak, bu yerda ala tariqil ittisad dedigo, Malik yawmiddinni sen al-Malik fi yawmiddin desangmi, u bulutda lekin undan o'qinmaysan, idofa qilib Malik yawmiddin deb. Bunda oshini yawmiddinni mansub qilsang bo'ldi, qanday qilib olsang bo'ldi, xuddi yawmiddin nima? Malik desa bu nimaning egisi? Mallazi malakahu degan ma'no chiqdi-ku. Yawmiddin xuddi maf'ulun bidak bunda o'rinda bo'ldi demakchi. Ya'ni yawmiddin maf'ulun bihi sidak şunun o'rniga desaydigan so'z deydi. Va taxsisu bi yawmiddin li'anna al-amra fihi lillahi wahda. Yawmiddinning igisi dedi. Unda o'zma dunyoning boshqa kunlarning igisi emasmi? Igisi, lekin ya bir Allohlik bor bunda. Yawmiddin degan u chaqda Allohning hukm qilib, Allohning bitarib qildi. Lekin bu dunyoda masalan ba'zi qozilar, podshohlar hukm qilishlim bor. Da'onikin bu kunda sab Allohga xosda, Allohning bevosita bitarib qilgan kun degan. Xususiyatning mush ma'nosi bor. Va innama saga wuqu'uhu sifatan lil ma'rifa. Sifatan lil ma'rifa. Malik yawmiddin. Mush Malik yawmiddin degan mush bir jumla mudofun ilay sifa lil ma'rifa. Xasa ma'rifa. Robbil alamin ar-rahmanir rahim. Ash uchi deyli. Robbil alamin ma'rifa bo'ldi. Idofa bo'ldi. Ar-Rahman, Ar-Rahim ma'rif oldu. Endi bu Ar-Rahman, Ar-Rahim Malik yawmiddin bu zat qanday zat desa, Malik yawmiddin bu. Hozir Malik yawmiddinning sifatlari Allohdan sifati hozir Robbil alamin ber. Asli Allah dedigo, lillah degan Allah. Bu Allah'ın bunda sifatida Robbil alamin bir sifati, Ar-Rahman bir sifati, Rahim bir sifati, Malik yawmiddin bir sifat qildim. Lekin bu Malik degan so'z bu nakirdak deyli. Bu ma'rifaning qanday sifatligi bo'ldi? Asli ma'rifani ma'rifa bilan sifatlash kerak desa, endi ma'rifaga sifat bo'lib kelishi qabul qilindi deydi saga. Joiz bo'ldi, qabul qilindi, maqbul bo'ldi deydi. Ma'anna idofat ismul fa'il idofa g'ayri haqiqiyya. Mishada Malik yawmiddin degandagi idofa nima? G'ayri haqiqiy deydi. Chunki yawmiddin tutumliq bir şey emas ki o. Bundan bu gayri haqiqiy. Asli bu haqiqiy bo'lsa, ondan ma'rifa bo'lib ketdi. Masalan, Robbil alamin ma'rifa bo'lib ketdi. Nima uchun? Alamin tutumliq haqiqiy idofa bo'lgan. Ama yawmiddin degani bu xuddi bu zarfni maf'ulni misli qo'ygandek bo'lgan ekan, haqiqiy emas dedi. Shunda turug'liq uni sifat qilib qabul qildik. Nima uchun? Annahu urida bihil istimrar. Chunki bu yerda maqsad davomlash ko'z tutilgan dedi. Qanday davomlash ko'z tutilgan? Aslida Alloh taolaning sifati yawmiddin o mustamir. Ya'ni har qanday zamonda o Malik yawmiddin. Alloh taolaga nisbatan bu zaman biz degan hozirgi bo'lgan atakilar o'tgan yilgan o zaman o'lchami tushmaydi. Alloh taolo davomli mustamir holatda Malik yawmiddin. Lekin inson ham da undan bizning o'lchimizda qiyomat kelmadi. Bu Malik yawmiddin desa, keyin undan nima qilgan chaqda, undan Malik bo'ldi. Shu kun kelgan chaqda desa, lekin bizga hozir Alloh taolo shu kun kelsin kelmasin mustamir holatda Malik yawmiddin bu da'tudir. Ya'ni bizning kallamiz bo'yicha bizga xitob qilib turib da'vat qilgan so'z demoqchi. Fakat idofatu haqiqiyatan fasaga an yakuna sifatan lil ma'rifa. Demek istimrar ma'nosi ko'z tutilgan bo'lg'achqa bu yerda idofa haqiqiy bo'ldi. Fakanat idofa haqiqiy balki fakannal idofa haqiqiy degandek ma'no bo'lishi mumkin. Haqiqiy bo'ldi, haqiqiydek bo'lib ketdi. Fasaga an yakuna sifatan lil ma'rifa. Haqiqiy bo'lganiga o'cha xuddi Robbil alamin bilan Allohni sifatlagandak, bu yerda Malik yawmiddin bilan Ar-Rahmanni shu Allohni yana sifatlasak bo'laverdi dedi. Va hadhihi al-awsaf allati ujriyat ala Alloh subhanahu va taala min kawnihi robban.
Endi Alloh taolo Robbi deb egisi, Parvardigori deymiz-ku. Parvardigor sifati bo'yicha biz boshqa nurg'un nimani sifatladik hozir. Malikan lil alamin dedik masalan. Mun'iman bin ni'ami kulliha. Demak bu Robbining ashu ne'matiga boqquchi, parvarish qiluvchi degan ma'no bo'ldi emasmi? Bunda sifatladik. Va malikan lil amri kulli. Qiyomat kunida butun huquq, butun ish shuning ilkida dedik. Yawma savabi val iqab, ya'ni jazo, mukofot beriladigan kun. Ba'da dalalati ala ixtisas al-hamd bihi fi qawli alhamdulillah. Bu sifatni başta Alloh taolo jahondagi butun hamdu sano hammasi Alloh xos degandan keyin ondan sifatladi. Bu nimani bildirdi? Dalilun ala anna man kana ta'di sifatu. Bu shuning daliliki mushunda sifatlik bo'lgan zot lam yakun ahadun ahaqqu minhu bil hamdi va sana alayh. Hamd sana aytishga osh zotdan boshqa bakrak haqliq birisi yo'q deganlikni bildirdi. Demak, Rahman, Rahim, Malik yawmiddin, Robbil alamin dedik. Unda mushunda ulug' zot bo'lgan ekan, hamdiga mana eng haqliq mushunda. Bundan boshqasi emas. Hamdiga haqliq bo'lishning sababini ko'rsatdi. Ma tafsiri. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sana ibadet qilamiz, sendilla yardım tilaymiz. Mavo matizilning qarashida hamdan lillah degan bunda tariqada ahmidu hamdan degan taqdir qildi emasmi? Buni qanday tafsir qildingizlar bu qarashda? Ahmidu hamdan desa, hamda aytaman dedi. Shundoq bir hamdini aytaman desa, qanday hamda aytasiz? Desa, iyyaka na'budu va iyyaka nestaîn deb aytaman ona. Deb hamdininki tafsiri, izohati deb bunda tafsir qildi. Beshi bilan so'z bir xil keldi. Yani men hamda aytaman, sen hamdan nimadan iboratdan deb baqa desa, iyyaka na'budu va iyyaka nestaîn deyman. Bu shundan no'chamda aytaman demakchi. İyya degan so'z Indal Halil va Sibawi. Halil ibn Ahmad bilan Sibawi ikkisining qarashida damirga ism mudmar, ya'ni ko'nglimizga pukilgan ism kim bu? Damir deydi. Xuddalaqa anta hum degandek. Wal kafu harfu xitob inda Sibawi. Ya'ni kaf iyyaka degan kaf xitob qilinganga qaratilgandir. Muxatabga qaratilgan kaf damir demakchi. Wala mahalla lahu min al-i'rab. Buni i'rabdan o'rni yo'q. Yani bunda deb i'rab qilinmaydi. Wa indal Halil huwa ismun marun udifa iya ilayhi. Sibawi harf xitob dedi. Hamda Halil bu ism mudmar udifa iya ilayhi. Demak bu ismun mudafun ilayhi. Li'annahu yushbihul muzhara li taqaddumihi ala al-fi'l wal fa'il. Chunki bu damir emas, muzhar. Ochiq ashkara odatdagi so'zga o'xshaydi deydi. Damir emas. Taqaddumi alal fi'li vel fa'il. Fi'l bilan fa'ilning oldida kelgandan keyin bu damirga asli bizga qaytish kerak-ku. Demak, u qaytilgan narsa o'zi boshlamchilab kelib qolgandan keyin bu damir emas. Ya'ni odatdagi zahir ismi o'xshaydi demak. Demak, bu mudofun ilayh ism bu demakchi. Ya mudaf, kaf mudofun ilayh. Lekin Sibawi u mudofun ilayh deb bunda nima qildi? Arabdan chiqqan bir narsa. Va qala al-Kufiyun, al-Kufiyun Basriyun bu ishga madrasa emasmi? Kufa ulamolari, nahvshunoslari iyyaka bi kamaliha ismi. İyyaka degan bütün holatda bu ismdir. Ayrim bir ism bu iyyaka. Va taqdimul maf'ul li qasdil ixtisas. Mesela kaf desek yoki iyyaka hammasi bir bo'lib bu maf'ulun bihi dedi. Ya'ni na'budu iyyaka degan ma'noda. Lekin iyyakani boshda keldi nima ixtisos. Albatta taqdim eshada ixtisos. Ya'ni sangala val ma'na nakhussuka bil ibadama. Sangala ibodat qilamiz degan gap. Va hi aqsa g'oyatul xudo va tadallul. Na'bud degan so'zni tafsir qiladi. Ibodat degan eng chekiga yetkazib bo'ysunish, xarlanish, o'zlarini tuvan tutish degan ma'noda deydi. Xudo degan bo'ysunish. Tadallul degan xar bo'lash ashun oldida. Va nakhussuka bi talabil mauna. Yana yordam tilashdimi? Sendilam tilaymiz. Başqasından tilamaymiz. Va adala anil g'aybati ila al-xitob lil iltifat. Hamda g'ayba uchinchi shaxsga qarta xitob qilib, qanday qildi? G'achchida ikkinchi shaxsga xitob qilgandek burildi. İltifat degan da burilib qarash degan bu. İltifata yaltafitu. Lekin bu so'zda masalan xuddi biz gap qilib o'tib, masalan boshqalar to'g'riliq, o'zimiz to'g'riliq unda gap qilib, "Hey, sen menda qilma" degandek. Xuddi o'ziga xitob qilib o'tmaydigan ahvol bor Uyg'urchada. Ya turib, menda qilsam unda oldi deb qo'ydi. Oldi tug'an odam demoqchi emas. Bu hamda bir xil badiiy uslublari. Arab tilida bu iltifat, ya'ni muhassinatul badiiyya deymiz-ku, gapga ta'm kirgizadigan usullarning birisi. Ya'ni ong'a odam zerikib qolmaslik uchun
Yani qayta saga bo'liblam men diqqat qilish uchun unda yetkab turdi. Va huwa qad yakun min al-ghaybati ila al-khitab. Ba'zi uchinchi shaxsdan ikkinchi shaxsga, ikkinchi shaxsdan uchinchi shaxsga, uchinchi shaxsdan birinchi shaxsga o'zgarib turdi dedi. Kaqavlihi ta'ala hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibah. Yani hatta idza kuntum fil fulki kuntum da xitob qilyapti-ku. Va jarayna bihim dedi. Yani bikum iltifat qilmasa bikum bo'ldi. Hozir bihim deyapti. Lekin albatta buning hammasininki foydasi bor. Nima uchun bunda ishlatdi desa, uning sababi shu. Va qawlihi vallohu allazi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu. Yani Allah bunda shamolni ivatdi deyish nima? Andan bulutlarni qo'zg'ab, to'plab, lekin shunda qilib andan fasuqnahu. Andan biz uni sug'ardik dedi. Yani fasaqahu bo'lish kerakdi. Normal ma'nosi. Fasuqnahu biz deb o'zgarib ketdi. Üçüncü şahsdan birinci şahsga qaytib ketdi. Va qawli imrul qays tatawala layluka bil athmadi yoki ithmadi va namal khalqu va lam tarqudi. Hozir bu o'ziga xitob qilyapti-da. Ey falan sen kecham uzrib ketib bordi juma degan tariqada. O'ziga xitob qilib shunday degan gap bor. Maqiga ishing bo'lmadi, ey falan deb o'ziga xitob qilgan. Ithmat degan odatda nima deydi? Surma teshivag'a, kumadak bir tash. Shuni ithmat deydi. Ma'va bir o'rin bo'lishi mumkin. Ithmatda bu kecha bunda bak turib ketding. Kechang bak uzrab ketib qoldi. Ya'ni sen kecha uxlaganmading, kecha o'tirib ketding demoqchi. Va namal khalqu tun insonlar uxlab bo'ldi hozir, maxluqlar uxlab bo'ldi. Lekin sen uxlamay o'tding. Va lam tarqud degan sen yotmading yoki uxlamading demoqchi. Va batat lahu laylatun kalaylati zil a'iril armadi. Va bata degan kecha bir qo'ndi demoqchi. Kim? Layluka sen degan gap o'zi yetdi shunami? Hozir va bata deb o'zi boshqa odamdagidek bu palanaxun bunda kecha qo'ndi demoqchi. Va bata lahu laylatan. Uningga shunda bir kecha o'tdiki deydi. Kalaylati zil a'iril armadi. Xuddi zil a'ir degan ko'zi og'rib qoladi. Armad degan ko'zi og'rib qoladi. Yani zil a'ir degan xuddi ko'ziga bir narsa kirib ketib, ko'zi og'rib qolgan odamdek sen uxlayolmay, voyjon voy ko'zim tish og'rib qolsa, uxlamay o'qidga, shu da og'riq odamdek shu odamning kechisdak bir kun o'tdi deydi. Yani kasbi qiyin bir azob uqubatlik bir kecha o'tdi demoqchi. Yani kirib qalqmay chiqdi deymiz-ku. Va zalika min naba'in ja'ani. Nima o'ziga qaytadi. Ani muqaddab ma'ni g'oyib nima o'ziga. Bunda bo'lsa bunda bir kecha uxlamaslik ham menga kelgan bir xabar sababidan deydi. Va xabartuhu an Abul Aswad. Men bu xabarni Abul Aswaddan olgan. Abul Aswad bir xabar akabtigan bunga. Aniga shu ismi degan joy turib bu xabar davlab kecha kirib qalqmay chiqdi. Demak, hali faltafata fil abyat thalasa. Uch baytda iltifat qildi deydi. Haythu lam yaqul layli. Layluka degan o layli demidi. Bu o'ziga xitob qilyapti aslan. Va bittu. Ba'ta demay, asli bittu deyish kerak demadimdi. Ja'ani dedi. Ja'ahu demadi. Ba'ta o'ngan ja'ahu bo'lish kerakdi. Shunami? Yoki ja'aka desotdi boshda layluka degan ekan. Wal arabu yastakthiruna minhu. Arablar buni ko'p ishlatadi buni. Va yarawna al-kalam idan intaqala min uslubin ila uslubin adkhalu fil qulub. Ma odam arab bo'lmaganki arablar buni amroq bo'ldi. Arablar yozdamda, arab bundan qildim deb. Lekin hali madam asli arab bo'lmagan ekan, arablar buni amroq. Va yarawna al-kalam idan intaqala min uslubin. So'z gap qilib bir usuldan bir usulda bu shaxtdan bu shaxga yo'tkilib uni qilsa qalbga ta'sir qilishda ubdaroq ta'sir qildi deb qaraydi. Anglag'uchiga endi ta'sir qildi. Va ahsanu taqriyatan li nashatihi. Buningki jushqinligini yangilaydi deydi. Taqriya degan tarra yutarri tatriyatan bu bunday yangilaydi deydi. Yashatudi degan. Nashat degan g'ayrati jushqinlik nima? Jallanishi edi. Ya'ni jallandirdi deydi. Amla u bistidrar isg'aihi. Uning quloq silib tingishini taxmo kuchaytirib birdi deydi. To'ldirib birdi. İstidra degan ko'paytirish bu. Avtudo, kuchaytirdi deydi. Bir xil nimada olsa odam bo'g'dab qoladi-ku. Qanchadan yetkilib bilan bunda o'zgarsa, ya'ni saga kishi bilan yangidan diqqat qilishga boshlaydi. Vaqat taqtasu muwaqi'uhu bi fawaid va lata'if. Demak bu iltifot kelgan o'rinlar, so'zlar, ba'zi latifa, bunda jinishga foydali buningda deydi. Qallama tattadahu illa lil hizzaq al mahra. Buningdagi iltifotdagi ba'zi foydalar usta, mahir kishilardan boshqaga ma'lum bo'lib ketmaydi. Bu tafsirchilar aslida ba'zida iltifatlarida nima uchun desam, bunda nima deb mazmun chiqara oladi. Va usta kishilar ham iltifatning foydasini ko'ra oladi. Val ulama naharir, ya'ni nahrir dediqqa yetuk ulamolar. Va qalilum ma hum ulabak azamda. Falamma qalamma. Qallama. yana bir rivoyat fa inna va dabki. ومن
tussa bihi hadal mawdi' annahu yani bu o'rinda xas bo'lgan o'sha iltifot, xas bo'lgan foydani demoqchi o'xshaydi. Nim foyda var bu yerda desa, bu o'rinda hozir annahu lamma zakara al-haqiqa bil hamd va sana. Hamd sana aytishga loyiq bo'lgan, haqli bo'lgan zotni tilga olgandan keyin va ajra alayhi tilka sifat. Uni Rahmanir Rahim unda ashkat sifat bilan sifatlagandan keyin ta'allaqa al-ilmu bi ma'lumin azim sha'n. Demak biz hozir nima tushundik? Ulug' bir zotni bildik hozir. Shunami? Tillimizga shu keldi. Haqiqun bi sana. Bu zot madiya o'qishga, sana aytishga haqli ekan. Va g'oyatul xudo ibodat qilishga haqli ekan. Qattiq yelinib, bo'ysunib, oldida xarolashga loyiq ekan bu zot. Ham qiyin ahvollarda, muhimmat deganimiz qiyin ahvollarda, muhim ishlarda yordam tilashga haqli ekan. Biz shunda bildik qanda. Bilgandan keyin faqutiba zalikal ma'lumul mutamayyiz bi tilka sifat. Shu sifatga ega bo'lgan shu zotga andin biz xitob qildik deydi. Biz bilgandan keyin biliblam g'achchida biz ifoda chiqdi. Bizda inja chiqdi. Biz shunda bir munda ulug' zot bor ekan deb bildikmi? Bilgandan g'achchida iyyaka na'budu va iyyaka darhol biz ma'ni deyib oldik ma'gapim. Shunga iltifatni ma'nosi shu deydi. Faqila ona iyyaka ya man hadhihi sifatuhu. Bu shu sifati bo'lgan zot sanalar ibodat qilamiz. Sendillam yardım tilaymiz, senden başkadan tilamaymiz deb bunda deyildi dedi. Demek bu insan şunda uqqandan keyin g'achchida ifoda bildirib bilan bunda dedi. Kulluk izhar qildi. Va quddimatul ibada alal isti'ana. Nima uchun na'budu dedi, boshda nasta'in demaydi. Boshda na'budu dedi, keyin nasta'in dedi. Boshda nasta'in deb na'budu summam tayyor. Bu nima sababdan deb tahlil qilyapti. Lianna taqdimul vasila qabla talabul haja aqrab ila al ijaba. Chunki bizlar so'rashda ilgari, uni bunda yaqinchilikni qilib qo'yar. Andin so'raydigan narsani so'rasang, bu chaqda ijobat qilish eng yaqinda. Hozir bir ishni hal qildiganlar oldidan bir so'rasang nima qilib bo'lib endi voy bir ish famitda san bunda bir xizmat vaqtida qilib beramiz deganda chiqirdiga shunga o'xshash. Bu odatda bizning dunyodagi bizning tahlilimiz shu. Shunga duoning qoidasida qo'lni ko'tarib bilan Robbana bilan mana shu bo'lsa qo'polroq hisoblanadi. Alloh taolo o'zlari hamd sano aytimiz, Rasululloh durud o'qiymiz. Bundan keyin da bir oyatim bor deb asta uni duoning qoidasida shunday dedi. Demak, bu shu oyatda kelgan shu qoidaga rioya qilsak, duoda endi qilishimiz kerak bo'ldi. Insonlar shunda nima deb ba'zi tabiiyda shunga udul qildi. Duoning qoidasi mava rasmiy tafsir bo'libdi ma'sudlar. Avval nazmul ay kama qaddama ar-Rahman. Bu nazmul ay degani qavasil udul qilish uchun demak. Ay degan oyat demakchi. Ay degan oyatning jamasi. Oyatlar demakchi. Ay degan jam'u aya. Bu chiqdi. Ayat, ay deb chiqdi. Va bu yerda oyatlarning oyig'ini tushirishda o'xshash tushsin deb nima qilgan bo'lishi mumkin. Bu lekin bu ojiz bu. Bu faqat malaqa qafiyasi udulkasin degandek bir gap. Masalan, iyyaka nasta'in va iyyaka na'budu desa Robbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin degan tushmaydi. Nasta'in desa tushdi. Balki u ko'z tutilganda, lekin bu she'rmi emas, nasrmi emas. Öz aldığı bir janrdan mı var diyorsun? Öz aldığı bir tür hem bu. Öz aldığı bir tür. Biz adette iki bölümüz. İnsanların sözüne şiir, nesr deb iki bölümüz. Ma'lum da şiir emas, nesr bu üçüncü bir kısmın. Bunda onken bunda ayıga tushib bir xil ovozni maslashadigan qofiya kelib qoldigan bunda bir xil muzikadek masalan mum paydo qilgan nima bor. Bu qo'shimcha nimalar ham. Va in kana al-ablagh la yuqaddam. Balki nasta'in degani bu taxmin bakrak kuchliq daraja demak. Ar-Rahman, Ar-Rahimda Rahman kuchli quvvatini qildi va sababdan duo. Aslima insonlarning adabiyot nimasida boshda tuandan yuqori qarab manashmanda qoidatda bu ibodat qilib andin ista'an degan ibodatda yana bir daraja yuqori. Çünkü medet tilash qo'yamdi. Demak, bu yerda hozir yardım tilash bu ibodatda yuqoriroq dedi. Lekin va inkani bunda bo'lsa-mu, endi favosil g'oya qilish jihatdan yoki eliqi batin degandek mazmunni ko'z tutib, ijobat qildirilish duoni ustilik bilan andanım qildi. Va utliqatul isti'anatu litatanawala kull musta'an fi. Demak, nasta'in dedi. Nasta'inu fi amrin kaza va kaza demadi, shunami? Yordam tilaymiz dedi. Qanda ishda, ba ishda o ish dedim. Unda olgan ham ishda. U ishni o'zi ish oldi, buni ya'ni sen Alloh taoladan hammasi yordam tilaysan. Musta'anun fi degan al-amr, kull amr demak. Musta'anun bihi Allah ve yecuz an yurada
al-isti'anatu bihi ve bi tawfiqihi ala ada'il ibada. Belki hem de bu yardım tilagan qaysi etse ibadatni joyida ado qilishga yordam qilgan bo'lishi mumkin. Ve sana ibadat qilamas. Ve senden bu ibadatni joyida qilishga madad tilaymiz degan. Şunu yordam qil degan. Yangi muhim narsa shu bo'lgan ekan. İnsanın yaratilishdan maqsad shu bo'lgan ekan. Ve shuni ko'z tutgan bo'lishi mumkin. Ve yekunu qawluhu ihdina. Hamza qo'yib qo'yibdimi? Ihdina bayanan lil matlub min al mauna. Endi ihdina degan so'z yordam tilaymiz dedim ha. Xuddi hamda qaysi ishda yordam tilaysiz desa, ihdina siratal mustaqim. Bizni to'g'ri yo'l yetaklashingiz uchun yordam tilaymiz degandek. Xuddi nasta'in desa, nimaga yordam beramiz? Ihdina siratal. Yordam qilsizlar, nima ishlayapsiz? To'g'ri yo'lga boshlab qo'yinglar. Lil matlubi min al mauna. Demak, bu yerda yordam talab qilingan ish nima desa, bizni hidoyatga boshlagan bo'lsalar. كأنه قيل كيف أعينكم فقالوا اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على المنهاج الواضح. يعني biz adetde hidayetli başlığı da biz doğru yolga hidayetli başlığı. İnek doğru yolga mahkem bekitken, çıng turguzgan deydi. Şu minhajgan tariq, vadetiga dağdam yol. Kaqawlika lil qaim qum hatta auda ilayk. Ben qaytib kelguncha jim tur degandek, Ay usbut alaman tali. Turg'ayol menini tutdi degandek. Aw ihdina fil istiqbal. Yakan bu kelajakda degan bo'lishi mumkin edi. Kama hadaytana fil hal. Endi hozir bizni hidoyat qilgandek, kelajakdimi davomli hidoyat qilib turala degan bo'lishi mumkin. Va hada yataadda ila maf'ulun bi nafsihi. Hada degan so'z o'z yolg'iz kasimi, boshqa hech nimaga harf jar binasi qitilmay kasimi bir maf'ul ishlatadi deydi. O'sha yolg'iz kasa bir maf'ul ishlatilar ekan. Fa amma ta'addihi ila maf'ul oxir. İki maf'ul ishlatib qolsa, ikki maf'ul mutaaddi bo'lib qolsa, qanday bo'ldi? Faqat ja'a mutaaddiyan ilayhi bi nafsi. O'z yolg'izmi ikki maf'ul ishlatib kelgan ahvol bor edi. Harf jar qitilmay. Masalan, bu oyatda ihdina na degan mishada bir maf'ul. As-siratal mustaqim ikkinchi maf'ul. Vaqat ja'a mutaaddiyan billam va bi ila. Lam va ila degan harf jarlar bilan billa bo'lib mutaaddi bo'lib qildigan ahvol bor. Ka qavlihi ta'ala hadana li hada. Mushunga hidoyat qilgandi. Ya'ni hadana hada degandek, lekin lam bilan keldi. Va qawli hadani robbi ila siratal mustaqim. Ila bilan keldi. Endi sirat degan so'z al-jadatu min saratash shay idza ibtala'ahu. Sinilan. Asli sinilan. Sirat mishada sirat degan so'z al-jadatu min saratash shay'a idza ibtala'ahu. Yani bir narsani yutibdi degan ma'noda dedi. Tigi surish qildi hozir. Al-jadda degan nima? Dag'dam yo'l. Kangre dag'dam yo'l degan bu jadda. Kannahu yasritu sabilata idza salakuhu. Xuddi bu dag'dam kangre yo'l qanday qiladi? Yo'lda manga odamni yutayotgandek lam. Ichisi ketaverdi-ku, yutayotgandek. Shuni sirat deyildi deydi. Sabilegan yo'lda mang'uchi. Sabilegan yo'lda mang'uchilar, yo'lovchilar. Va turklar cho'ng ko'chini jadda deydi, mushiga tushganda. Era cheyibgan. Was-siratu min qalbis sin sadan. As-sirat sad bilan desa, bu sinni sadqadir yo'tkatdi o'xshanama qalb qiladi. Li tajanusut ta'if fil itbaq. Qiraat shirkatdan. Masalan, bu xuddi ma Qashqari kafarni cheyqiladi-ku. Kirib deganda. Shunga o'xshash. Endi yo'tkatdik deydi. Nima uchun? Li tajanusut ta fil itbaq. Itbaq holatida bu tavlan sirat degan tavag'o, tavlan ma ikkisi unda yiqilishib qoladi. Bir jinslik bo'lib qoldi. Chunki itbaq harflardan bu. Itbaq degan asli bunda dumkum turish, chaplash degan ma'no emas bu. Tilni nimaga itbaq nima qilgan chaqda yuqorqi tamoqqa bunda yaqin chaplaymiz. Mushu to'rt harfni huruful itbaqni chiqargan chaqda sad, dod, ta, za. Mushu to'rtni chiqargan chaqda til ustiga, tishning ustiga berib taqilib turgan bo'lgan ekan, chaplash harflari degandek. İkisi biz yoğan ki yakınlaşkan ki biz anında mani deyiş için tilini ayağını bir aparar. Anında manisi yani biz ekranında kılıcımay yakırak ne kılıtılar denge asallaştırırız. Sibe okusun bulkenden de sıratımız. Buldu da lekin maniminin cumhurunun kıraatı da uçakta onu düşmeydi. Lekin bu tigini sürüş kılvatı da hazır. Tigini sürüş kılgan ki keyin anda kıraat nemege toxtalgansa sırat bilen toxtalgan. Lianna sada ve dada ve ta'a ve za'a huruful itbaq. Yani bu to'rt harf mana huruful itbaq. Yadlı olsanız bo'lgan. Huruful itbaq qasas tajvid o'qigan chaqda gachchida asqatadi. Wa qad tushammu sadu savta zay deydi. Tushammu degan, shammu degan burasho azroq purtib qo'yildi deydi. Saatqa zarfinin da azroq shunga aralashtirib qo'yamiz deydi. Lianna zay ila ta'i aqrab. Chunki zarfi atag'i bakrak yaqin. Masalan, ihdinaz siratal mustaqim. Ihdinaz
si çıkarmay, sad çıkarmay, ziqiqin ziratal mustaqim degandek bunda. Adama qarilar bunu ayrım aniq misolda ko'rsatadi. Li'annahuma majhuratan. Chunki bu ikkisi jahr harflari. Jahr harflari degan qaysi? Huruful jahr 19 harf. Hams hurufdan boshqasi ana jahr. Bo'liqa jaransiz deymiz-ku Uyg'urchada. Bunda et jang chiqadigan bo'lsa huruful jahr bu. Jef çekip okuyduğum şeydeki söz bulup Yo'q, bu chikib qo'yib qo'yishning masalasi nima deysizlar? Buni faqat sizlar darasollardan qilib, magistrlik kitob yozib, o'sha o'rta o'g'anchada andan bu chikitning ma'nosini shu çalışib. Hozir nima uchun chikitning ma'nosi? Ya'ni ma kitobning basmasida hozir bunday chikib qo'yib, andan yangi batdan boshladi. Lekin bu yerga yerim qur narsa yoza oladi. Yani yerim qurni bu yerga yozgandikilar, men unda ikkinchi batni o'qiyman va sen qiroat ibn kasirda yana bir hamish numar var. Yani uni shunda akasi menga qatmaydi. Hani qanday qildi va birinchi hamish degan numar asbat izoati bu ma'batga tekidida lekin bir deb numar chiqib qolib uning oyog'i quyruqi ma ikkinchi bet to'lab qoldi. Hamish matratda aslisi ma 15. İkisi ikki betga ayrilib ketdi. Shunga o'zining qaysi tursan deb biraz o'rinni baka qo'yib qo'yib. aslisi maqtudat bo'lmasa da bo'lmasa. Yo. Ya miyadikisi o emas. Maqtutda qo'l yozmada bo'lmasa, miya baka qolganda buni ostida bilasiz deb qo'ydi. Yani o mecburatan demek bu ikisi jaranlık çıkılgan tavuşlardan. Tavuşdan mı doğru Uygurca? Tavuş. Cehra degan huruful hamsdan boshqalari. Fahattahu shaxsun sakat. Fahattahu shaxsun sakat degan iborada hams harflari to'plangan 10 harf. Undan qapqog'ini 19 jaranlık qildi. Uyg'urcha so'zliq tavush, tavush. Ha? Hams. Huruful hams. Da pişirlap pisi degan gapni hamis degan. Yani bu undan nima chiqmaydi bunda. Etib chiqmaydi. Unda bosh chiqadi. Masalan, shin degandek. Ha. Demak ikkisi bu bir guruhdagi harf bo'lgan ekan deb nuqta. Va ya qiraat hamza. Bu hammasi nimadan iborat desa, tilga qulay kelish uchun. Til qulay kelish uchun hani o'zgartiramiz odatda. Avtomatik o'zgarib ketadi. Bu shivilimi shu. Til qulay kelgan killam qatcha unda o'zgartiradi. Bu xotanda ren demaganlik uchun qatcha yer o'zgartiradi. Va sinu qiraat ibn kasir. Sin ham demishada sirat aslini o'qsak bo'lamdi dedi qo'yaydan. İbn Kesir yani qarilardan birisi 7 qiraatning birisida sirat. Fi kull Qur'an. Qur'on kelgan siratni bunda o'qibdi. Va yal asl fil kalam. Asli shu'u sirat. Demak bu asli shu. Asli bo'yicha o'qiyman deb turibdi. Val baquna bis sadi al khalisa. Boshqalar zeynimi aralashtirmay, sinni aralashtirmay. Sap sadılanma sarat as-sirat ve lügat Kureyş. Bu Kureyş'nin namazı mı şeken? Ve ye sabita fil imam. Yani Kureyş buna sadıla okutken. İmam mushafda mı? Şunda sadıla yazılıpken. İmam diyenim de mushaflı imam. Yani Osman radıyallahu anhu köçerep 4 nuskha bir rivayet 7 nuskha kılıp her bir şagi bir de ivatken resmi halif tarafından bektilgen Kur'an. Ve yuzkar ve yuannas kat tariq. Demek bu sırat degan muannas oldu, muzakkar oldu, xuddi yo'lga o'xshash, tariqqa o'xshash. Va sabil. Val murad bihi tariqul haq va huwa millatul islam. Ehdina siratal mustaqim. To'g'ri dag'dam tuz yo'lga degandek, to'g'ri dag'dam yo'ldan maqsad nima? İslamiyatga, haq yo'lga demak. Bu oyog'idagi shu tafsir ekan. Tariqul haq va huwa millatul islam. Oyatning tafsiri. Allohu a'lam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin.